Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabi Qur'onlik qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 15-qism. 2. Qo'zg'olonning qurollantirilishi. Rif qabilalarining qurollari qo'zg'olondan ilgari nisbiy holatda bo'lib, 1912-yillardan keyin qorong'u bozorda ko'plab setilgan ispan qurollari edi. Shuningdek, ispanlar o'zimi ichki raqiblarni paydo qilish va rifning uyushchanligini yo'qotish siyosatining bir qismi sifatida qabilalarni qurol bilan ta'minlash rolini o'ynagan edi. Xattobiyning fikricha, qurol ko'pincha kishilarda mavjud edi va uni setib olishmi oson ish edi. U mundaq deydi: biz xili vaqtlargacha qurolni ispanlardan nihoyatda oz pulga setib olaymiz. Shuningdek, yana ispanlarga qarshi orqa zafarlar qurol yaroqlarni sarxillashtirishning asosiy manbasi bo'lgan edi. Xususan, og'ir tipdagi qurollarni sarxillashtirishda hatto 1925-yili Ispan, Fransiya va Rif davlatiga muhosara embargosi yurgizgandimi, Anval va Shipshavunning g'animatlari texi tugamagan edi. Xattabi shundoq deydi: sirtdan qurol yaroq akirishga aslo hojatim yo'q edi. Sababi Anval va Shipshavun jangida g'animat olgan o'q-dora va harbiy buyumlar, hattoki telefon simlari va boshqa narsalarmi ko'p edi. Va uzun muddat Rif armiyasining hojatidan chiqatdi. Amaliyat shuki, biz 400 dona miltiqdan boshqa hech qachon sirtdan o'q-dora askari lozimatlik setib olishni xiyol qilib baxmadik. Bu miltiqlarni bir chet ellik savdogar ingliz paraxutida yo'tkagan bo'lib, shuningdan setib olgan. Ammo qo'shinimiz muhtoj bo'lgan miltiq, yerlik, o'q va boshqa lozimatliklarga kelsak, ispanlar bizni setib olishdan behojat qildi. G'alaba qilgan va xalqi olamga mashhur bo'lgan janglarimizda bulardan yetarli miqdorda tanlab oldik. Va yana bu narsalarni bizning kichik janglardan tanlab olmaganligimizni qetib qo'yishimiz zarur. Mushu narsalar agar jug'linib soni elinsa, nihoyatda zo'r miqdorda keladi. Lekin men Ispan rayonida qurol yaroq atkazchiligining yuz berganligini inkor qilmoqchi emasman. Chunki ko'plagan atkaz qilingan qurollar oxirgi hisobda Rif rayoniga keladi. Va biz buningdan hojatimizga yarasha olamiz. Ya'ni buningdan o'q-dora Rif qo'shinida yetarli ekanligi va hech qachon sirtdan biror narsa kirgizishga hojat yo'q ekanligini oydinlashidir. Mana bu haqiqat va doim yuz bergan ish edi. Tilga ilishga arziydi-ki, qurol yaroqni taraqqiy qildirish va remont qilish ishig'imi ko'ngil bo'lgan bo'lib, Bani Buyashning Atkibar rayonida yog'ochchilik va tumirchilik ustalaridan tarkib topgan bir guruh bilan harbiy aslahalarni asrash tajribaxonasi qurgan edi. Va buningda yerlik usulda qo'l bombasi yasaldi va miltiqlar, pulemyotlar, zambaraklarni asrash, taraqqiy qildirish ishiga oshirildi. Shuningdek, Xattobiyning 2 motorliq kiyimisi va 6 qo'lvoq kiyimisi bor bo'lib, ularni oldingi safga askar to'shishga ishlatdi. Va yana 3 dona kurashchi aeroplani bor bo'lib, uni texi ishlatmagan edi. U vaqtda Xattobiy mundaq deydi: harbiy ehtiyoj mendan yenimda ba'zi aeroplanlar bor bo'lishini talab qiladi. Bu orqali kuchlanayman va qabilalarda ta'sir doiramni kuchaytiraman va ispanlar qalbiga qo'rqinch solaman. Yana boshqa o'rinda mundaq deydi: men bir davlat aeroplanining Ispan liniyasidan uchish uchun har qanday narsani qurbon qila oldim. Mundaq bo'lganda men qabilalarimga zamonaviy usulda qurollanganligimni, ammo dushmanlarim bo'lsa Aroish, Tituvan, Mililiya osmonida uchayotgan qushdanmi qo'rqayotganligini isbotlab beraydim. 3.
Qural yaraq ambarlari. Rifliqlar g'animat olgan ko'p miqdordagi qural yaraq, o'q dorilarni saqlash uchun ambar kerak bo'lib, xatobi rif rayonlarini qo'g'dash va jiddiy usulda tez xizmat qilishga mos keladigan bo'lishi uchun ambarlarning joylashish o'rinlarini ko'zdan kechirdi. Uningdek xalqni qurollantirish va safarbar qilish ribat nuqtalari va amaliyat markazlarini yordam bilan ta'minlashda bu ambarlarning o'rni dushmanga boy qilib qolmaslik uchun nihoyatda maxfiy edi. Sanoat gazeti tashviqotiga qaraganda Fransiyaliklar 1925-yili sentabrning oxirida rifliqlarning o'q dori iskilatini tepib olgan. Bu ambar yer ostiga qo'langan bo'lib, ichida markaziy o'q dorilar ombari, nihoyat puxtalik va texnikalik holda saqlangan kichik uylar bor edi. Muhim ambarlar. Birinchi, Ajdarga yaqin Bani Veryag'il rayonidagi Avg'ar kentidagi markaziy ambar. Uningda xil-muxil harbiy lozimatliklar saqlangan. Ikkinchi, Bani Veryag'ildagi ambar bo'lib, bu ham qurol yaroq ambari bo'lib, 30 dona zambirak va nurg'un aeroplan o'qlari va boshqa urush mashinalari saqlangan. 3. G'ays daryosining ustungi eqindagi Bosas ambar bo'lib, bu maxsus avtomat ambarga ajratilib, ichidagi qurollarning soni aniq emas. 4. Tarjitdagi Zahri Sallum ambari. 5. Harbiy markazlarning boshqa ambarlari bor bo'lib, har qaysi mahkamalarda edi. 4. Bexatarlik afroti. Rif hukumati shahar muhimligi uchun ikki xil bexatarlik tuzumi qo'llangan. Birinchisi, oshkor soqchi atrati. Bu xilma-xil shaharlardagi idoraviy atratlar bo'lib, davlat bularni shahardagi boshliq yoki mas'ullarga o'zi mas'ul bo'lgan ma'muriy o'rinni tashkillashga yordam berish uchun tayinlangan. Ikkinchisi, maxfiy xavfsizlik soqchilari bo'lib, hukumat josuslarga zarba berish va hukumatning ziyniga ishlaydiganlarning ma'lumotini to'playdigan maxfiy apparat qurgan bo'lib, har rayonda 5 er, 5 ayoldan tarkib topgan guruhlar bor edi. Bu ikki apparat hukumatning ba'zi qarorlarini ijro qilishga buyurgan edi. Masalan, birinchi, shaxslarning xususiy sabablar tufayli qurol ko'tarishini cheklash. Ikkinchi, har qanday aminlik berilgan chet ellikka tajovuz qilgan yoki asirlarni o'ldirganlarga o'lim ogohlantirishi berish. Uchinchi, shaharning ziyniga fransiyalik yoki ispanlarga josuslik qilganlarga o'lim jazosi ijro qilish qatorliqlar. Bexatarlikning muhimligini 1925-yili yezini ziyorat qilgan jurnalist Scott Morrow mundaq deb yozgan. Qonun tuzum hamma shaharlarda tatbiqlangandi. Ichki urush oxirlashgan edi. Mol-mulklar va yo'llar xotirjamlikka erishdi. Adolat, bexatarlik Rif davlatining soyasida ishga oshdi. Va shuningdek, South jurnalist Alexander Lucky 1926-yil aprel Manchester gazetida Rif ziyorati haqida mundaq yozadi. Abdulkarimning hukmronligi mutlaq edi. Misol sifatida uning qonunlari shaxsning va qabilaning xohishiga qarata unumli ijro qilinadi. Sen Rif ko'chalarida xotirjam uxlay olayding. Lekin sen Ispan va Fransiya rayonlarida asla undaq qila olmaysan. Ba'zi ishg'olchi qo'mondonlarning aslamalarida mundaq kelgan. Ispan va fransuzlar Rifni ikkinchi qatim ishg'ol qilganda ko'z oldida hamma jihatda mukammal bir davlat namoyon bo'lgan. Hech qanday bir davlat Xattobiyning unumli idora qilishiga bir narsa qo'shib qo'ya olmaydi. Balki hamma narsani shu pete qo'yib qo'ygan edi. 5. Adliya organi. Adliya xizmati qalblar o'tirisidagi ishki muqimlikni ishga oshirish
va ittifoqlikni qo'g'dashda nihoyat muhim rol o'ynagan. Shunlashqa Xattabiy buningga alohida ko'ngil bilgan va Rif rayonida nurg'un shar'iy mahkamalarni qurgan. Bosh mahkama Ajdirda bo'lib, tarmoq afratlari Oya Qamrada, Timsimondagi Akshafda, Tarjista va Bani Hizmardagi Axrilda edi. Va Bani Barbar mahkamasi bor edi. Tunji qatam turma sistemasi Rifda barliq kelgan bo'lib, ko'pincha markazlari Ajdirda edi. 1921-yil 19-sentabrda hukumat e'lon qilingandan keyin islom shariatiga asoslangan adliya organlari ta'sis qilingan bo'lib, Xattabiy buni umumiy hayot maydonida insonlarning barliq ehtiyojini qamdayalaydi deb qaraydi. Shunlashqa faqih Muhammad Ali Buliha nazoratchiligi ostida adliya ministerligi ta'sis qilingan. Bu kishi rayonda adliya uchun markaziy kengash qurgan bo'lib, uni xalq mahkamasi deb atagan. Bu majlis ko'zga ko'rinarli qozilardan tarkib topgan bo'lib, 15 dona bosh maslahatchi bor edi. Rayonning idora atratlariga taqsimlab bo'lgandan keyin har bir atratga birdan qozi tayinlandi. Shuningdek, yana har bir qabilaga bir yoki bir qancha qozi tayinlangan edi. Bu qabiladagi ichki mushkulotlarni hal qilish, nikoh, taloq va boshqa ijtimoiy masalalarni yaxshi bajarish uchundir. Xattabiy yana o'chmanlikni cheklagan. Shaxsiy o'ch elishni jinoiy qilmishlar bilan ayblagan bo'lib, jazo prinsipi yo'lga qo'ygan edi. Kishilar o'z haqlarini ichki urush bilanla qaytarib oladigan bo'lib, ketgandan keyin mahkamalar huquqlarni o'z egalariga nahaq qon to'kmasdilla qaytarib beradigan bo'ldi. Shuningdek, yana Xattabiy qamchi bilan jazolashni cheklagan bo'lib, o'q ishlatishni faqat jangda ruxsat qilgan edi. Kichik tashkilotlar tuzilmasi davlatning nüfusini ojizlashtirgan bo'lg'achqa, Xattabiy uni bekor qildi. Bu qabila tuzilmasining bir turi bo'lib, o'rtaq mudofaa qilish uchun ta'sis qilingan. Shuningdek, qabila qurilmasini buzmasdan salbiy deb qargan har qanday qabila faoliyatlarini chekladi. Aksicha, qabilaning yangi ijtimoiy tuzumiga, islom shariatiga muvofiq ba'zi asoslarni kirgizdi va islom prinsiplariga muxolif urfiy hukmlarni amaldan qoldirib, o'rniga islom hukmlarini o'rnatdi. Shuningdek, qozilarga haq talab da'volardan sirt jinoiy ishlar masalalariga qarab chiqish huquqini berdi. Xususiy igidorchilik qonuniga va suv inshootiga islohot elib bordi. Imom Malik mazhabiga muvofiq egizib foydalana oladigan yerni tortib olib, yaxshi foydalana oladiganlarga bo'lib berish qonunini chiqardi. Kishilarning avliyolarga cho'qinishni chekladi va tariqatchilikka qarshi turdi. Boshqalarga qaraganda mutadil deb qaraladigan Nasriya tariqatini qoldirib qo'ydi. Bir hamrohining deyishcha, u tariqatga nihoyat cho'ng pozitsiyada bo'lgan va inson uchun tasbih bilan jihodni billa talishi zarur deydi. Va o'z hamrohlari orasida ba'zi urf odatlarni aqlga muvofiq deb qaralganligidan tarqalgan bo'lib, masalan, kishilar to'y kunida yigit qizni har kuni bir hovlida mehmon qilishni talab qiladi. Bu odatni amaldan qoldirdi va mahr haqqini tumanlatdi. Hurmatlarni dafsanda qilmaslikqa, namozga ahamiyat berishga buyurgan edi va tamakini cheklagan edi. Said Idris yanada ayollarni mujohidlarga suv lozimatlik va yem xashak tushishga ruxsat qilib, ularni janglarga ishtirok qilishga qiziqtirgan edi. Xattabiy o'zining vazifasiga tayinlanishida taqvodor, ishonchlik, puxta bo'lib, buzuqchilikqa qarshi turgan, pora elishdan qattiq ogohlantirgan va o'z hamrohlari va valilarini hadiya qabul qilishdan cheklagan. Va hadiya paraning bir tuqqini degan so'zni doim takrorlaydi.
va shuningdek o'z qarindishi va tog'isiga ular musulmonlarning mollarini ishlatish o'rinlariga tayinlagandan keyin zamin setib olishdan chekladi va uningga bu haqda tashkiliy qurilmasi va prinsiplari xatoga tushib qolmaslikka yordam qilgan edi. Yuz bergan jinoyatlar nihoyatda oz edi. Rif Cumhuriyetining adliya tuzumidagi jinoyatlar 3 turli bo'lib, birinchi josuslik va xiyonatga o'xshash uchuq siyosiy jinoyatlar. Ikkinchi o'ldirish va shaxsiy jidal majrolarga o'xshash jinoyatlar. Uchinchi zina, bo'hton chaplash, qo'ymachilikqa o'xshash ijtimoiy jinoyatlar. Jinoyatning turiga qarab jazolar xilma-xil bo'ladi. Masalan, xiyonat va josuslik qilganlarning jazosi o'q bilan etib o'lim jazosi berish edi. Ammo ijtimoiy masalalar va asosiy qonunga aloqador jazolar bo'lsa, turmaga solash va jarima qo'yish edi. Ishki bexatarlik afrodi jazo ijro qilishga mas'ul edi. 6. Rif davlatidagi iqtisodiy soha. 1923 yilning 5-ida Xattabiy davlatiga xos pul besishni o'ylagan edi. Tog'isi va moliya ministri Abdusalom Xattabiyning hamrohligida Rif pulini Rifan deb atashni qaror qilgan edi. Keyin Xattabiy inisi Muhammadni ba'zi angliyaliklar bilan 2 dona qog'oz Rifan besib berishga to'xtamlashga tayinlagan bo'lib, birisi qizil ranglik 1 Rifan, yana biri yeshil ranglik 5 Rifan edi. Bir qog'oz Rifan shu chaqda bir pisa ispan puliga to'g'ri keladi. Cumhuriyet puli keltirishni talab qilib bo'lgandan keyin Xattabiy Rifanni majburiy holda ishlatishni qaror qildi. Oydinlashishicha, bu qog'oz pullarni rivojlantirish Mag'ribdagi tunishliq bir ingliz fuqarosi bilan Abu Muhammad Xattabiyning o'tirisida tuzilgan kelishimga asoslanganda, mushu pulni rivojlantirish, qanot yoydirish va qarz berish ajdirni markaz qilgan holda Rif hukumatida Angliyalik bu kishiga bank qurishga ruxsat qilgan. Lekin bu bankning ishi qamlashmagan. Chunki yetarlik moliya kapolati va sifatlik oltin yo'q edi. Mana bu narsalar qabilalarni bu pullarni rad qilishga elib borgan. Chunki haqiqatda bu pullarning qimmati yo'q edi. Hürmetli anlıqçılar, Xattabiy qurolli qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.